Assalomu alaykum. Sizlar bilan Foydali Link YouTube kanali Kamina Jasurbek. Xudo xohlasa bugun ham sizlar uchun manfaatli bo'lgan sayt haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zingizning brendingiz, Telegram, Instagram, YouTube kanalingiz yoki bo'lmasam ishlab chiqarish sohangiz uchun bepul tarzda logotip tayyorlashni birgalikda o'rganamiz. Ya'ni bugun sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan saytim orqali bepul o'z brendingizni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Bugungi saytimiz manzili luka.com videosida havola qoldiriladi. Ushbu saytga tashrif buyurganingizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan kompaniyangiz nomini kiriting deyapti. Men bu yerga foydali link deb kiritdim, ya'ni YouTube kanalimni. Siz o'zingizni bemalol o'sha kompaniyangizni yoki ijtimoiy tarmoqdagi akkaunt nomlaringizni bemalol kiritishingiz mumkin. Undan keyin boshlash tugmachasini bosamiz. Boshlash tugmachasini bosganimizdan keyin o'z sohangizni tanlang deb. Ya'ni siz qaysi sohada ketasiz? Restoranmi, konsaltingmi, go'zallikmi, fotostudiyami yo blogermisiz yo turar joy bilan shug'ullanasizmi? Shu yerdan o'zingizga mos yo'nalish tanlaysiz. Misol uchun siz agar sarguzasht blogeri bo'lsangiz, sarguzasht tanlaysiz, sizda orqa fon shunga mos bo'lib chiqadi. Akademik yoki akademiya bu ta'lim sohasida yuruvchilar uchun. Aksesuarlar hammamiz bilamiz. Aytaylik, telefon, boshqa aksesuarlar bo'lsin, mashina aksesuari bo'lsin, aksesuar tanlaydi. Agar siz uy bilan oldi-sottisi bilan shug'ullansangiz, turar joyda tanlashingiz kerak. Agar hisob-kitob, buxgalteriya bilan shug'ullansangiz, buxgalteriya hisobi. Ma'muriyat, reklama, agar siz reklama agentsiyasida ishlasangiz, o'zingizni brendingizni yaratmoqchi bo'lsangiz, reklamani tanlaysiz. Havodan suratga olish, ya'ni fotostudiyachilar uchun bu va estetika, mana shu joydan o'zingizni yo'nalishingizni tanlashingiz kerak. Misol uchun men 3D bosib chiqarishni tanladim, misol tariqasida. Tanlaganingizdan so'ng davom etish tugmachasini bosasiz va mana bu joyda o'zingizga yoqqan logotipni tanlang deyapti. Ya'ni qanaqa turda bo'lsin logotip deyapti. Ya'ni bu yerdan istaganingizni tanlashingiz mumkin, xohlasangiz o'tkazib yuborsangiz ham bo'laveradi. Hop, qanaqa turda bo'lsin. Misol uchun bizning logotipimizni men Woodbully logotipini tanlashga qaror qildim. Ya'ni nima, buqani rasmi bor ekan, men mana shuni tanladim. Kimdir pishiriqqa qiziqsa, mana bunaqa makadamiya pishiriqlarni yoki gullarni rasmini olishi mumkin. Bu yerda bir-biridan ko'p tushiraverasiz, ya'ni juda ham ko'p hisoblanadi. Men misol uchun mana shuni tanladim. Ustiga bir marta bosasiz, xuddi mana shunaqa bo'ladi va davom etish tugmachasini bosib qo'yamiz. Endi o'zingiz yoqtirgan ranglarni tanlang deyapti. Ya'ni sizni logotipingiz qanaqa ranglardan iborat bo'lsin. Aytaylik, men moviyni tanladim, sariqni tanladim va apelsin. Mana 3 xil rangni tanladim va davom etish tugmachasini bosaman va mana bu joyda bizni shirkatimiz nomi, ya'ni kompaniya nomi va shior qo'shing deyapti. Istalgan shiorda yozishingiz mumkin. Misol uchun biz foydali link dedikda, manfaatli saytlar deb qo'ydik. Uzoq shiorni o'qish qiyin bo'lishi mumkin. Uzoq shior yozmang deyapti, qisqaroq bo'lsin deyapti. Biz manfaatli deb qo'ydik shiorga. Hop, davom etish tugmachasini bosaman va aytyapti qanaqa bo'lsin. Ya'ni ba'zi belgilar turlarini tanlang. Ya'ni logotipingizda qanaqa belgilar bo'lishini xohlaysiz? Misol uchun innovatsiya qatnashsinmi? Misol uchun men innovatsiyani tanladim. Xotirjamlik bo'lsinmi? Mukammallik, ijodkorlik bo'lsin. Siz istaganingizni tanlasangiz bo'laveradi. Misol uchun kompyuter bo'lsa, kompyuter, xat, shakl farqi yo'q. Shundan keyin davom etish tugmachasini bosamiz va bizga hozir logotiplarni taqdim etishni boshlaydi. Xo'p, mana logotiplar chiqishni boshladi, ya'ni foydali link, pastida manfaatli degan yozuv bor. Mana bu joyda hozir загрузка bo'lib turibdi. Ko'ryapsizlar, mana bu joy загрузка bo'lyapti. Ya'ni bu keyingi logotiplar turini tanlayapti degani, ya'ni ishlab chiqaryapti mana. Foydali link uchun turli xil logotiplar, brendlar o'ylab topyapti. Mana foydali link. Biz qaysi birini tanlaymiz? Misol uchun men bu joyda mana buni tanladim. Foydali link sifatida mana bu brendni tanladim deylik, mana shuni tanladik. Nima qilamiz? Ustiga bir marta bosamiz va biroz kutib turamiz. Hop, mana bizda foydali linkni olib o'tdi va orqa fon qora tilla svetda va bizga ko'rsatib beryapti. Telefonlarda qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Turli xil shartnomalarda yoki hujjat ishlarida qanaqa ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Mana shularni bizga ko'rsatib beryapti brendimizni. Mana foydali link. Hop, mana bunaqa joylarda kelishuvlarda va hattoki mana bunaqa mana futbolkalarni ustiga tushirsak foydali linkni qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana tashqi reklamalarda, ya'ni bino reklamalarida qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi bizning logotipimiz, shuni ko'rsatib beryapti. Va chap tomonda e'tibor bersalaring, mana bunaqa chap tomonda turli xil ranglar bilan moslashtirib qo'ygan. Istasangiz mana buni tanlang deyapti. Mana bosdim.
boshqacharoq ko'rinishda. Agar xohlasam mana bu yozuvni o'zgartirmoqchiman, ustiga bir marta bosaman va mana bu joydan tahrirlasam bo'laveradi. Mana yuqoridan hop, mana bu joyda mana tahrirlash bo'limi bor, ko'rib turibsizlar. Mana shu tahrirlashni ustiga bosib, misol uchun mana harflarni o'zgartirdim, katta harfga o'zgartirib qo'ydim. Xohlasam ranglarini o'zgartiraman, ya'ni mana qizartirdik, boshqacha svet, xohlasak o'ziga olib keldik, mana istalgan rangga o'zgartirsak bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, mana bu joyda ular chap tomonimiz yana o'zgarishni boshladi. Biz xohlagan svetimizda xohlagancha 40 ta result deyapti, ya'ni 40 ta natijani olib qo'ydi. Biz o'zimizni brendimizni nima sozlab olsak bo'laveradi. Misol uchun sizelisni aytaylik, men sariq qolib o'tib qo'ydim deylik, mana tillo svet logotipi belgisini. Yozuvlarni ham xohlaganimcha o'zgartiraveraman. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib o'zgartirib olaverasizlar. Endi yuklab olish qanday bo'ladi desangiz, yuklab olishimizda e'tibor bersangiz, mana bu joyda o'ng tomon yuqorida download, ya'ni yuklab olish bor. Bossalaring mana bu joyda pul so'raydi sizlardan, ya'ni pul tushir, modeling uchun shunda biz senga 300 xildan oshiq brendni beramiz. Mana futbolkalarda qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi, hammasini yuklab olaverasan deydi. Bizga bu narsa kerak emas. Bizga asosiy kerak narsa mana bu narsa, ya'ni asosiy ekran. Misol uchun o'zgartiryapmiz. Mana bunaqa brend bo'ldi, aytaylik, manfaatli mana. Mana shu brend menga yoqib qoldi, tasavvur qiling, mana shu brend yoqib qoldida. Men futbolkalar uchun ham bosib chiqarmoqchiman deylik, mana bunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Yuklab olish uchun nima qilasiz? Shunchaki ekraningizni skrinshot qilib oling. Ya'ni bir marta ustiga bosasiz skrinshotni. Mana bunday holatda ekranda mana ko'rib turibsizlar, ekranda men skrinshot qilib oldim. Saqlanib qilishim uchun mana bu joyda bosib, bemalol istagan joyimga snimat ekranda foydali deb turib, bemalol kompyuterimga nima saqlanishga olaveraman. Bemalol saqlanib qilib olsak bo'laveradi. Ya'ni bunga pul to'lab saytga unaqa qilib yurishimiz keragi yo'q. Bemalol keyin bu brendni mana bu joyda mana ko'rsatib qo'ygandek, telefonlar ekrani uchun, YouTube kanalingiz uchun yoki bo'lmasa Instagram profilingiz uchun, mana social profil, ijtimoiy tarmoqlar uchun yoki bo'lmasa mana bunaqa qora fon qilib turib yoki mana bunaqa futbolkalar uchun bosib bemalol chiqaraverasiz. Tashqi reklamalar uchun ham mana bunaqa holat. Ya'ni ekraningizni skrinshot qilib oladigan bo'lsangiz, bemalol bu original formatda skrinshot bo'ladi. Buni pul to'lab download qilishingiz keragi yo'q. Bemalol mana shu uslub orqali siz o'zingizni brendingizni yana bir qatordan kashf qilsangiz bo'laveradi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar uchun ishlab chiqarishingiz uchun brendingizni ko'rib olasiz. Ushbu sayt foydali jihati shundan iboratki, ya'ni sizga ko'rsatib beradi telefonlarda qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Futbolkalarga tushirsangiz, ko'cha reklamalariga tushirsangiz, misol uchun ovqat menyuingizga tushirganingizda qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi, shartnomalarda qanaqa ko'rinishga ega, mana shu narsalarni sizga ko'rsatib beradi. Ya'ni shartnomada qanaqa ko'rinishga ega bo'lishligini. Xo'p, videomiz sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman, ya'ni ma'qul keldi degan umiddaman. Albatta siz bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali, ya'ni bevosita YouTube orqali kuzatayotgan bo'lsangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bir-biridan qiziqarli va ajoyib bo'lgan video darslarni sizlarga taqdim qilib boramiz va siz uchun foydali va manfaatli bo'lgan saytlarni sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaqin daqiqalar ichida Kamina Jasurbek sizlar bilan bo'ldi. Kommentariyada izohlarni kutib qolaman.